Assalomu alaykum hurmatli Manish kuzatib boruvchilari. Bugun hech narsa yozganim yo'q. Sababi bugun video qilmoqchi emas edim. Lekin kech bo'ldi. Mana 12 dan oshdi, yarim tundan. Ertaga o'zi Rossiya va Ukraina mavzulariga, Yevropa mavzulariga kirish niyati bor edi. Lekin Eron mavzusi yana kun tartibiga chiqyapti. Chunki dunyo jamoatchiligi bizga ko'proq Eronni ko'rsatyapti. Aniqrog'i g'arb taraf. Chunki internet ularning qo'lida va dunyo mediasini ular hozircha boshqarishyapti. Shuning uchun ham ular taqdim qilgan ma'lumotlarni olyapmiz va sizlarga taqdim qilyapmiz. Faqat men emas, ko'plab jurnalistlar ham, boshqa kanal vakillari ham Eron haqida ko'proq fikrlarini bildirishyapti. Lekin bu siyosat shunaqa narsaki, unda bir ertaga nima bo'lishini aytish juda katta risk. Ya'ni tavakkal gapiradi odam. Tavakkal ham qandaydir asosli bo'lishi kerak. Kechagi kun tayyorlanib, uyasini tayyorlaganda gapirgandimki, rejim ag'darilmaydi, ayniqsa Pahlaviy kelmaydi. Chunki Eron mentaliteti unaqa emas. To'g'ri, kamchiliklar bor, iqtisodiy inqiroz bor u yerda. To'g'ri. Misol uchun kecha arzon bo'lgan narsa bugun qimmat bo'lib ketyapti. Pul qadrsizlanishi kuchayib ketgan. Buni hukumat ham tan oldi dedik. Va endi choralar ko'ramiz, bunga qarshi bir choralar ishlab chiqamiz deb bayonot ham berganini gapirgan edik. Va namoyish qilish huquqini bizni musulmon jamiyatlar uncha eplalmaydi. Bitta narsani da'vo qilib chiqib, boshqa narsaga o'tib ketib qolish holatlari bo'ladi deb gapirgan edim kecha. Va shu narsani guvohi bo'ldim. Sizlar ham balki YouTube'da videolarda ko'rayotgan bo'lishlaring kerak. Agar rostdan ham Eron masalasiga qiziqayotganlar bo'lsa oramizda va ular YouTube'da Eronda nimalar bo'lyapti o'zi deb ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi O'zbekistonda bo'lishimizdan qat'iy nazar tillarni bilamiz, siz ham bilasiz. Nafaqat o'zbek tili, ingliz tilini bilasiz, rus tilini bilasiz. Oramizda ayrimlar turk tilini biladi, ayrimlar tojik tilini, fors tilini biladi va bemalol ma'lumotlarni o'sha tildan olishlari mumkin. Bu hozirda qiyin emas. Chunki Xudoga beadad shukr, maktablarda ingliz tili, rus tili o'rgatiladi. O'quv markazlari bor. Fors tili, turk tili, arab tili o'rgatiladi. Shunday markazlar bor va bu yaxshi. Til o'rganish bu yomon narsa emas. U xoh ingliz bo'lsin, xoh xitoy bo'lsin, xoh rus tili bo'lsin, turk, arab va hokazo tillar bo'lsin. Tilni bilim sifatida o'rganish bu zarar qilmaydi. Chunki yangiliklarni bevosita o'sha joydan olish mumkin. Ya'ni o'sha holatda mana O'zbekistonda jurnalistlar bormi? Boshqa davlatlarda ham bor. Va ular o'z tillarida yangiliklarni uzatishadi. Internet tarmog'iga qo'yishadi. Ulardan biz ham foydalanishimiz mumkin. Xuddi bizni ma'lumotlarni ular ham foydalanayotgandek. Bu yerda ko'rgan, yashalayotgan narsalarni internetga qo'ydikmi, albatta ular o'zlarini tahlillarida foydalanishadi. Biz ham ularning materiallaridan foydalanamiz va o'zimizni auditoriyaga, o'zbek tilli auditoriyaga, kuzatuvchilarimizga tahlillarimizni sekin berib boramiz. Falonchi bunday deyapti, mana bu yerda bunday bo'pti deb. Chunki jurnalist qaysidir voqelikka asoslanishi kerak. Xo'p, Erondagi masala. Kecha gapirilgan edi, endi shularga qo'shimcha qilib ba'zi narsalarni aytamiz. Misol uchun Amerika yoki Trump deylik. Trump Erondagi noroziliklarga juda jiddiy e'tibor qaratgandek ko'rsatyapti. Aslida u chalg'ityapti o'zini xalqini, bizni emas. Biz Eronni kuzatish bilan birga Amerikani ham kuzatamiz, Rossiyani ham kuzatamiz. Chunki ertaga sizni qarshingizga chiqayotganda iloji boricha asosli gaplarni gapirish kerak. Qanchalik voqealarni atroflicha arablar nima deyapti, forslar nima deyapti, inglizlar nima deyapti, misol Yevropa nima deyapti, Amerika nima deyapti deb voqealarni atroflicha o'rganib, keyin bir aniq xulosaga kelgandan keyin fikr bildirilsa,
sharhlar ham, tahlillar ham yana ham mukammalroq bo'ladi. Chunki turli fikrlarni oladi va aniq bir fikrga, to'xtamga keladi. O'zi jurnalist ham shunday axborotni olish va uzatish emas, axborotni olish, tahrir qilish, keyin uzatish. Jurnalistni birlamchi vazifasi shu. Axborotni shunday ichsa uzatmaydi, oldin oladi. Ayni damda bizni manbaimiz internet. Google'dan maqolalar o'qish, YouTube'dan videolarni ko'rish, holatni yaxshiroq tasavvur qilish uchun ham videolar ko'riladi. Agar istasangiz ayrim fikrlarni bildirishdan oldin, deylik, Amerikada Minnesota kechagi gapirgan, oldingi videolarda gapirgan Minnesota shtatida, Minneapolisda chiqqan noroziliklar keyinchalik butun Amerikaga yoyilayotgani ayni kunlarda ham bo'lyapti. Ozgina shular haqida ko'ramiz sizlar bilan. Minnesota'da, Minneapolisda Minneapolis deb yozilgan ICE degan ularning maxsus bir politsiya tashkiloti bor, yangi tuzilgan Trump soyasida. O'sha protestlar bugungi kunda bo'layotgan voqealar bilan. Shu bugun bo'lyapti. Qora tanlini hozir qandaydir ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz bilan otishyapti bu yerda. E'tirozlar davom etmoqda. Bu esa Manhattan deb yozilgan New York City, mana NYC va bu yerda ham ICE politsiya tashkilotiga e'tirozlar. Endi kompyuterga qaratganimda birovlar mana bu Erondagi holatni ham ozgina ko'rsatay. Oramizda baribir forscha yoki tojikcha tushunadiganlar bor. Muxbir hozir bu yerda muxbir vertolyotdan turib syomka qilyapti va Tehronni ko'rsatyapti. Soat 15:10 degani, ya'ni soat peshindan keyingi 15:10, ya'ni 3:10. Bu Pezeshkian, mana Eronning prezidentini bilamiz. وقتی که تهران میدونن که ایران قبولش نمیکنن این مملکت بذارن برن دیگه سمت مملکت ما نیان، چه کسی که این مملکتمون انداختیم بیرون اجازه نمیدیم دیگه برگرده. تشکر میکنیم از پلیس ایران که در برابر این شرور افراد شرور از مردم حمایت کردن. واقعا هیچ جای دنیا این رفتار قابل قبول نیست که پرستار این کشور رو زنده تو درمونگاه آتیش برخورد نظامی. خب ما در منطقه واقع شدیم که همیشه باید که ما مورد تعرض قرار گرفتیم. اقدام خب مطلق Bu o'sha elchixonadagi Eron bayrog'ini tushirib, keyin Shoh Pahlaviy, Rizo Pahlaviyning o'g'li Shahzoda Pahlaviyni Arslon surati tushirilgan bayroqni o'rnatishgan edi. O'sha bayroq yana tushirilib, yana Eronni hozirgi hukumatning bayrog'i tiklangani haqidagi xabar bu. اصول و قواعد حقوق دیپلماتیک هست. به طور وزارت خارجه فراخوانده شد. خبر شما Endi inglizcha narsani ko'rdik, forscha videoni ham ko'rdik. Ozgina turkcha
Şimdi Hatırlayalım, 28 ko'raylik. Aralık'ta İran'da olaylar başladı. Sebep neydi? Bu yerda yozilgan xalq ABD'yi protesto ediyor. Ya'ni ABD'ga qarshi, ABD degani Amerika Birleşik Devletleri, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari shunga qarshi endi namoyish qilyapti degani. Ekonomik. Zaten uzun süredir ekonomik sıkıntı çekiyor İran halkı ve çok ciddi bir para değerinde de düşüş söz konusu olunca esnaf önce bir kepenk indirdi ve protestoya başladı. Şimdi 28 Aralık'ta esnafın başlatmış olduğu protestolara halk da katıldı. Evet, ciddi anlamda gerçekten sıkıntı var. Yani fakirlik var İran'da ama bunun en büyük müsebbibinin de Amerika olduğunu da bir yandan unutmamak lazım. Yani yaklaşık 50 yıldır ambargoların uygulandığı bir ülke. İran kendi kendine yetmeye çalışan bir ülkeydi uzun yıllardır. Ama son zamanlarda artık iyicene bir anda bak esnaf kepenk indirdi, protesto edip gidiyordu evine. 2-3 saat sürüyordu, gidiyordu. Ama sonra bir anda olaylar başka bir evreye geçti. Ve biliyorsun ABD'den açıklamalar geldi. Eylemler başladıktan kısa bir süre sonra Trump'tan açıklama geldi. İsrail'den açıklamalar gelince işin rengi bir de Rıza Pehlevi biliyorsun Devrikli Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin de geleceğim İran'ın başına demesi ve İran halkına sürekli çağrılarda bulunması sokaklara çıkın diyerek tüm bu olaylara baktığımız zaman gerçekten diye bir tabela asıldı. Bu bir İranlının yapacağı bir eylem değil. Yani bu eylemlere baktığın zaman, protestolara baktığın zaman çok ciddi bir ABD ve İsrail'in kaşıması da var. Bölgeyi tahrik etmesi de var ki görüyorsun İran'da Trump sokağı diye bir tabela asıldı. Bu bir İranlının yapacağı bir eylem değil. Yani İranlıları Bu qachon chiqyapti? 7 soat oldingi gaplar bular hammasi. bir Hurmatli kuzatib boruvchi. Albatta sizlar bilan biz hammasini birgalikda muhokama qilyapmiz. Fikrlaringni yozyapsizlar. Ba'zilar ayblayapti ham meni. Mayli, fikr erkinligi bor. Lekin haqorat qilmasdan fikr bildiringlar, iltimos. Chunki asoslayapmiz-da. Kecha gapirgan gapimizni bugun asoslayapmiz. Bugun gapirishyapti. Vaholanki biz bu narsani kecha undan oldingi videolarda gapirib bo'lganmiz. Agar bir namoyish bo'lsa, ha, uni haqqi va bitta politsiya bilan bir bolani gapirib ketdim. Agar politsiya bir bolani o'ldirib qo'ysa va unga hukumat jazo bermasa, xalq oyoqqa turishi va bunga jazo ber deb talab qilish u fuqarolik burchi. Lekin xalq oyoqqa turgandan keyin bu mavzu qolib ketib, hukumatni ag'darish haqida gap ketib qolsa, bu endi namoyish qilish emas. Bu hukumatni davlat to'ntarishi bu. Bu boshqa yo'lga o'tib ketdi degani. Va mana shu boshqa yo'lga o'tib ketish masalasi Amerika va Isroil tomonidan gijgijlanyapti. Buni ham kechagi kun aytdik. Va sababi nima ekanligini, Ironni qo'lga kiritish va parchalash ekanligini sizlarga gapirib berdim. Kechagina bo'ldi. Va o'shanda ham aytdimki, juda hozirdan aytyapman deb gapirdim. Bu narsa Amerika xohlagandek bo'lmaydi. Yana bir qiziq holatki, namoyish bo'ldimi, rejim ag'darilishi kerak, hukumat o'zgarishi kerak degan gap. Bu ham g'arb tomonidan singdirilayotgan fitnalardan biri. Agar shu mantiqdan boradigan bo'lsak, men bekorga Minnesotadagi, Manhattandagi namoyishlarni, qarshiliklarni ko'rsatmadim. Hozir bu yog'i Los Angeles, u Kaliforniya shtati, Minnesota bor, New-York bor. Shunchalik keng hududlarda namoyishlar bo'lyapti. Agar haliginday mantiq bo'lsa, Tramp ham ag'darilishi kerakmi? Netanyahuga qarshi Isroilda qancha namoyishlar bo'ldi? Bo'lyapti ham. Bo'ldi, bas qil, eplolmading G'azoni deb. Qanchasi oyoqqa turdi? Netanyahu ag'darilishi kerakmi? Yevropada qancha namoyishlar bo'ldi? Hukumat ag'darilishi kerakmidi? Bu mantiq noto'g'ri mantiq. Umuman siyosatda noto'g'ri mantiq bu. Shunga asoslanib hech narsa o'zgarmaydi.
rejim ag'darilmaydi deb gapirilgan edi va tavakkal qilingan edi. Axir aytdim-ku kechagi kun, ertaga nima bo'lishini Xudo biladi deb. Lekin shunday bo'lsa ham bir siyosiy odam siyosatga qiziqib, tahlil qilib, yangiliklarni o'qib, voqealarni bevosita ko'rib, mana bu yerdan kuzatib, istasangiz forscha, tojikcha, inglizcha, turkcha, ruscha farqi yo'q. Birinchi manbadan ma'lumotni olyapmiz. Ya'ni falonchi shunaqa dedi deb kimdir bizga yetkazayotgani yo'q. O'sha yerdagi holatni, tasvirlarni ko'ryapmiz. Kechagi kun 3 yashar bolani janozasi bo'lishi kerak edi. Kecha Eronda nima bo'ldi? O'sha Isroil va G'arb tarafdori deylik, endi Isroil va Amerika boshliq. G'arb tarafdorlari namoyishlar paytida o'ldirishdi. Shunda xalq to'xtadi-da. Nima xohlayapmiz o'zimiz? Biz o'zimiznikini o'ldiryapmiz. Vaholanki maqsad boshqa edi. Shunda tushunib qoldi. Boya gapimda bekorga aytmadim. Eronni mentalitetini to'g'ri tushunish kerak. Umuman har doim aytadigan gapim, oxirgi oylarda aytmay qo'ydim bu gapni-yu. Bir davlat haqida fikr bildirayotganda uni tushunish kerak. Turkiyani, Yevropani, Rossiyani, Amerikani, Eronni, Markaziy Osiyoni mentalitet degan narsa bor. Bekorga o'ylab topilmagan bu. O'sha jamiyatni xarakterini bilish kerak va Eronni xarakteri nohaqlik bor, lekin bu Amerikaga do'st qilib qo'ymaydi bizni. Amerika kelib bizni qutqarib qolmaydi. Isroil qutqarib qolmaydi. Isroilga qullik qilgan Pahlaviy bizga kelib boshliq bo'la olmaydi. Biz mana bu muammolarga ko'z yumayotganimiz yo'q. Buni hal qilib olamiz. Lekin birinchi dushman Isroil. Eron mana shu g'oyada juda tez birlashadi. 28 dekabrdan 8 yanvargacha ishlar yaxshi ketayotdi. Keyin Pezeshkian chiqib xalqqa murojaat qildi. Eronliklar bunga qarashdi. Rost gapiryapti. Buni orqasida G'arb turibdi dedi. Ularning odamlar biznikilarni o'ldiryapti dedi. O'limlar soni ko'payib ketyapti. Hali ularni aniqlash kerak. Hali bundan keyin tozalov boshlanadi. Lekin bu namoyishni bitta yutug'i shundaki, hali namoyishlar to'xtagani yo'q. Lekin bundan keyin sekin pasayib ketadi endi. Sekin tinadi. Yutuq shundaki, bundan keyin islohot bo'ladi. Rejim ag'darilmasa ham islohot bo'ladi. Va xalqqa bir muncha yengillik bo'ladi. Eron nomlanishi islom bo'lgani bilan, lekin u yerda ayrim masalalarda erkinlik bor. Hammasi ham islomiy emas. Ayrim hududlar sekulyarlikka o'tib bo'lgan. Mana shu narsani to'g'ri tushunish kerak edi. Oldin ko'rish kerak u yerda nima bo'layotganini. Bilish kerak. Keyin yana bir mantiq borda, mana Amerika, misol men amerikalik bo'lsam, amerikalikman deb tasavvur qilsam, o'zimizda bir muammo bo'lyapti. 37 yoshli 3 bolani onasi bo'lgan bir ayolni ICE tashkiloti, politsiya tashkiloti yuziga 3 ta o'q otyapti. Mashinada turgan paytda o'ldiryapti. Va bundan jahli chiqqan xalq oyoqqa turyapti. Men bu yerni hal qilishim kerakmi? Yoki mendan 8000 kilometr uzoqda bo'lgan Erondagi masalalarni hal qilishim kerakmi? Oldin bunday o'ylash kerak edi. Amerikadagi millionlab xalq Eronni o'ylayotgan yo'q. O'zini muammosini o'ylayapti. Lekin nima uchun prezident o'zidagi muammoni hal qilish o'rniga, o'zini xalqini tinchitish o'rniga Eronga qiziqyapti? Maqsad chalg'itish. Hammani e'tiborini u yoqqa qaratish. Shuning uchun ham xalqaro media
Bugun Eronga ko'z tikkan. Amerikani ko'pchilik gapirmayapti. Gapirishyapti, lekin ko'pchilik emas. O'zlaridagilar gapiryapti. Vaqtimizga til bilamiz dedim-ku, o'quv markazlari bor. Farzandlarni o'qitinglar. Ular qancha ko'p til bilsa, misol hozirda 6 ta 7 ta tilni bilish muammo emas. Tilni o'rganib olaversa, yaxshiroq tahlil qiladi voqelikni. G'arb tarafga yoki Rossiya tarafga yoki Xitoy taraf qaysidir tarafga og'ib ketmaydi. Va kechagi videoda yana shuni aytdimki, agar o'xshab qolsa, o'xshamaydi-ku dedim. Mabodo o'xshab qolsa, Isroil Eronni undan keyin O'rta Osiyo keladi. Sababi Ibrohim kelishuvi bo'yicha Qozog'istonni o'ziga strategik ittifoqdosh qilib oldi deb gapirgan edim. Bunda bizni hukumat nozik siyosat olib borishi kerak. Ozgina xato qilsa, ozgina bu yer ham poligonga aylanib qolishi mumkin dedim. Bemalol kechagi videoni ko'rib olishingiz mumkin. Keyin bugun ijtimoiy tarmoqlarga kiryapman, ayniqsa Facebookga kiryapman. Solovyov video qilgan ekan. Ya'ni men video qilgan paytda u ham video qilib turgan ekan. Chunki soatlariga qaradim-da. Men uni keyin bugun ko'rdim. Ko'rib chiqdim. Oh dedim. Demak, ko'ngildan o'tgan narsa ularda ham ko'ngildan o'tgan shekilli. Fitnani sekin boshlashyapti. Bizning Osiyo deb gapirishyapti. Men bu narsani sizlarga gapirgan edim. Fitnalar sekin keladi. Bu yerda Isroil bilan hamkorlik, G'arb bilan hamkorlik, Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik boshlangan sari shimoldagi Rossiya tinch o'tirmaydi. Ular ham fitna qilishni boshlaydi. Gap ochishni boshlaydi. Albatta bizdagilar ham fikrlarni berishyapti. Lekin shu yerda ozgina bitta nima borki, ular ruscha gapiryapti Rossiyada turib. Biznikilar ham ruscha gapiryapti-da O'zbekistonda turib. O'zbekcha gapiraverish kerak. Men-ku sodda tilda gapiraman. Maqsadim ularga eshitish emas, o'zimizkilar bilsin. Ularga kerak bo'lsa tarjima qilib olsin. YouTube'da bor tarjima funksiyalari. Subtitrlar chiqadi. Kerakmi senga meni fikrim? Tarjima qilib ol. Men sen uchun ruscha gapirmayman. Kerakmi senga misol ingliz bo'lsang, inglizchaga tarjima qilib ol. Men O'zbekistondaman va o'zbek tilida gapiraman. Ha rus tilini bilaman, ha ingliz tilini bilaman. Lekin men o'zbekcha gapiraman. Va ayrim bizdagi faollarga ham shuni aytmoqchiman. Nega u o'zini yurtida turib ruscha gapiradi, biz o'zimiz yurtimizda turib o'zbekcha gapiramiz? Mana shu tomonlarga bir e'tibor berishimiz kerak. Vaholanki kecha ogohlantirdik. Fitna boshlanadi bizda. Albatta, jim qarab turmaydi. Oson emas-da mustamlaka, bir paytlar mustamlaka bo'lganni keyin shunday birovga berib yuborish. Alam qiladi, kuyadi ular. Biz esa hukumatdan iltimos qilamizki, o'ta hushyorlikda siyosatni olib borsin. Chunki shu paytgacha men O'zbekistonni tashqi siyosatidan roziman deb keldim. Va umid qilamanki, bundan keyin ham rozi bo'lay. Oson emas. Talatub paytida, g'olag'ur paytida, har qayerda xaos yashalayotgan paytda 40 millionga yaqin aholini u tarafga ham, bu tarafga ham og'ishtirmay, men xalqim tomondaman. Ya'ni xalqim nima desa shu deb boshqarib kelish oson emas. Ayniqsa Xitoy, Rossiya, G'arb ko'z olaytirib kim tarafdasan deb turgan bir paytda. Bu siyosiy o'yinlarni qurboniga aylanib qolmaylik degan xavotirdaman. Fitna bo'ladi deyildi, fitna boshlandi. Mana shu. Yana siz balki boshqacha fikrda bo'lishingiz mumkin. Albatta, ular kuyganidan, alam qilganidan, chunki O'zbekistondek
Markaziy Osiyodek jannat bir o'lka, Xudo nazar qilgan bir o'lka kuchayib, rivojlanib, bu yoq bilan ham, bu yoq bilan ham tepa, past, hamma to'rt taraf bilan yaxshi aloqalar qilib, iqtisodiy kuchayib borayotgan bo'lsa, ular alam qiladi, bu qo'ldan chiqib ketyapti deydi. Kuygandan kuy chiqadi. Va bizga har xil qarmoqlar tashiydi. Qani nima bo'larkin deydi. Sinab ko'radi. Biz xotirjam it hurar karvon o'tar deb davom etishimiz kerak. Albatta hushyorlikni oshirish kerak. Birinchi navbatda hukumatga iltimos qilyapman-da endi. Bunaqa vaziyatda juda hushyor bo'lish kerak. Kerak bo'lsa tashqi ishlar vaziri o'sha jurnalistga nota berish kerak. Balki persona non grata qo'yish kerak. Kirmasin O'zbekistonga umuman. Balki Markaziy Osiyo bilan bir kelishib olib, ayrim ularni, fuqarolarni sanksiya qilishimiz kerakdir. Kirmasin, mana shu fuqarolar kirmasin bizga. Modomiki bizni yomon ko'radimi, kelmasin. Biz bilan aloqalar qilmasin. Bizkilar ham ularni bizni yomon ko'radigan odamlar bilan aloqa o'rnatmasin. Qaniydi shunga erisha olsak? Bu shunchaki taklif. Bizni yomon ko'radimi? Bo'ldi, yomon ko'rsang qora ro'yxatga tush. Kerak emassan. Sen bilan hamkorlik ham qilmaymiz, gaplashmaymiz ham. Mana shunday qilish kerak. Ya'ni biz hissiyotimizni emas, aqlimizni ishlatib, siyosiy yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan xalqaro maydonda bor bu narsa. Xalqaro huquqlarda bor. Bizni yomonlayaptimi? Bizni xor ko'ryaptimi, mustamlaka ko'ryaptimi? Biz ularga nisbatan nomma-nom, ism familiyasi bilan sanksiya ro'yxatiga kiritib, biz shularga sanksiya kiritdik deb ayta olishimiz kerak. Shunda boshqalarga dars bo'ladi. To'xta deydi. Biz nima qildik? Biz rus tiliga yomon ko'z bilan qaramayapmiz-ku. Biz shovinistlarga yomon ko'z bilan qarayapmiz. Hamma xalqda yaxshisi yomoni bo'ladi. Rus millatiga meni misol uchun e'tirozim yo'q. Lekin millatchilarga e'tirozim bor. Millatchi bilan millatning farqi bor. Bu yerdagi ayrim ruslar yaxshi. Chunki ularni o'sha yerda tug'ilishini Xudo xohlagan. Tug'ilib qolgan. Men ayrim videolarni kuzataman. O'zbeklarga yaxshi munosabatda bo'ladigan ruslar ham bor. Ya'ni men hammasi yomon demoqchi emasman. Lekin haddidan oshganga haddini bildirib qo'yish vazifamiz demoqchiman. Fitnalarda mana shunday kurash usullari bor. U Amerika bilan Xitoy, Rossiya farqi yo'q. Kim bizga nafrat ko'zi bilan qarasa, past ko'z bilan qarasa, biz uni qora ro'yxatga tiqib qo'ya olishimiz kerak. Bundan keyingi videolarda Xudo xolasa agar efirga chiqsam o'lmasdan Yevropa, Ukraina, Rossiya haqida gaplashamiz. Chunki Ukrainada xabaringiz bor, hozircha 9 ta amaldor qochishga muvaffaq bo'ldi. Zelenskiyning atrofidagi odamlar. Mana shular haqida biroz gaplashamiz. Hatto Zelenskiyga ham ayrim davlatlarni taklif qilishdi. Qayerga borasiz? Mana shu masalalar bor. Xudo xolasa o'lmasak erta yoki indin sizlar bilan efirda uchrashamiz. Hozircha Eron masalasi borgan sari tinib boryapti, ya'ni tinchib boryapti. Shuni aytmoqchi bo'ldim. Va ayrim g'arb fitnalariga hushyor bo'lishni, Rossiya fitnalariga hushyor bo'lishni eslatib qo'yishni lozim topdim. Kuzatib borishni unutmang, yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz xotirjamlikda, farovonlikda yashasin deb qolaman. Yaqinlaringizga uzating. Like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizlarga.